Kaori. Turqida Sokshi bilan bo'lgan muhabbatining shirin va xushal aslimasiga cho'mgan edi. Kaori qaytib kelganda hammaylar qiyoch yaqirishib uyni peshiga kelgan edi. Kaorini ba'zilar haq go'llab aketibdi desa, yana ba'zilar haqning kenidan qochib ketibdi deyishotdi. Qisqasi, Yerichu oilasidagilar Kaorini izlab taraf-tarafga chepib chiqib ketgan edi. Sizni ansirtib qo'ydim. Meni kechiring. Şuna, ben senden neygi badın dep soravatım ben. Bunu sormuşsunuz. Nimişka? Mening sizga yolg'on aytqim yo'q. Bana digil bo'lmaydigan ish mi o qandaq? Deginim bilanmi? Siz tushunmaysiz. Tushunmaslikni qo'yib, deb boqmamsa. Kaori, ben senin öz dadam. Ben baxtinga hammadan bir ko'ngil bilaman. Birasi bozak etdimi yoki boshqa xiyoling bormi? Qani, deb baqa. Sen yotliq bo'lish oldida turayotgan qiz bola. Uydan chiqib ketib, yerim kechi bo'lganda qaytib kelsam. Qandaq bo'g'ni bu? Texsen bağa yerini yürütsen. Bu qandaq axloq. Qani, digina, nega bording? Men dengizni ko'gilib boqardim. Dengizni? Dengizning tushda. Namashamda. Kechida qandaq bo'lganligini ko'rib kelay deb boqan. Saharaga to'yqib ketsam, dengizning kuz va qish vaqti qandaq bo'lganligini ko'ramigidekman. Yana kelib yolg'izchilik his qilib qoldim. Shun qangacha ko'rib olay deb boqandim. Ay. Qiz bol deganning o ko'ngli buzildig'ini rost. Ammo sen xato tushunib qolsa, Saharami turma emas. Dengizni qachon kelib ko'rsang bo'ladi emasmi? Ha? To'y qilgandan keyin ko'rsa o'xshamaydi. Nima ish o'xshamaydi? Dengiz suyi turib seriq, turib qiz bo'lib qolam deya, ha?
Şunu dedim ki, deginim bilen mi düşenmeysiz? Düşenmeydiğin iş yok. Ama sen bu küçük bal emez Kaori. Ko'ngling yerim bo'lsa, buning ishqisi yo'q. Ammo boshqalar avorchiq tepmasak qimlashmaydi. Bugun ipak do'konisining to'yliq kimono tikadiganga odam kelgan. Meni kechiring. Ish qilib, bizni asirtidigan ishni qilsang bo'lmaydi. Bugun men texi bir ish bo'ldimikin debdiman. Ha? Sokchi bilan ko'rishishiga Resikoning chaqchig'i sabab bo'ldi. Shubhasizki, Resikomo o'zining ichki dunyosini to'liq tushunib yetgan edi. Jigit tarafning elchisi xotini bilan ma tarafda o'ltirdi. Bizning elchimiz xotin ikkisi ma tarafda o'ltirdi. Uqdim. Begim bilan ikkinglar ashada o'ltirsizlar. Uqdim. Jigit taraf to'yliq bilan tizimlikni o'ttirib qo'ydi. Uqdim. Qo'yib bo'lib, yordamingiz abidi bo'lsin deganga o'xshash takalluf so'zlarni deydi. Ondan biz so'g'i bilan tizimlikni elib Jigit tarafga rahmat sizga ko'proq otadarchilik qilasiz deymiz. Kaori mana endi narsining o'rnida savdo qilinmoqchi. Ish bu darajaga yetganda nima iloj? Holbuki azaldan sukut qilib kelayotgan Kaorining qalbida kona odat kuchlariga qarata qarshilash kayfiyati ko'tarilgan edi. Xama. Xo'sh. Atki tamoqni obda o'rlashtirgansiz. Chataq yo'q. Ichiga oshxonasi tirik biliqlarning esilidan avatib bergan bo'ldi. Yaxshi. Araqning mo isildan chiqinglar. Bu yoqning elchisi savotsiz odam bo'lsa-mu, uni bu qatim tasib obdan kutib qo'yaylik. Uqdim. Araqdan aka. Ma'qul. Dada, xeli jiqishdingiz-ku. Ay, obdaraq tabriklamamdiq, ha? Sizlar ichib qo'yinglar. Men ichmayman. Azroq qilsamda mas bo'lib qoladi ekanman. Ay, ajab boshang naschi bo'lsan. Araq ichmagan ishonchsiz bo'ladi. Vaqti kelganda yer uchun ta'alluqotini sen qanday tutqazg'ili bo'ladi? Tutqazmasangiz tex yaxshi. Mening faqat varis qig'im yo'q. Nima? Yana bir degina? Chaqchaq qilib qo'ydim. Resiko, Ichiro. Gapimga quloq solinglar. Sizlar bo'yninglarni ming to'lg'ininglar bilanmi? Baribir Jonyu Sodigirning bolalari. Badaninglardan Jonyu opurigi ergiz ketmaydi. Kichiginglardigu uni qilmaydim. Buni qilmaydim dedinglar. Buningga bo'pti dedim. Ammo odam Tangrining irodasiga xiloflik qilib bo'lmaydi. Bo'lmasa umrlik pushaymonda qoladi. Bu jihatda Kaorina yaxshi qildi. U sizlar ishqalarning ulgisi. Dada, mama bir rum kichaychu. Nima? Sen ichimsa? Kaorini aldın ala tabriklagash turay. Belli. Tuta. Aytsan ishqalar obda aytinglarmi? Siz mishchan? Yo'q. Sen içememse? Men içib baxmagan. Hammaylar sizni tabriklavyapmiz. Xo'shlik yusidan bo'lsin içib qo'ying. To'g'ri. İçib beqib andin bilmamsa, ha? Yaxshi. Qani. Vah, yaxshi. Maoshing joyda. Belli, ha. Yana birini. İçe. Chaqan bo'lib, ora rastlaylik. Kaori. Ko'nglim aynayotamda. Nima qiliq bu? Kayni 3 rum kelmish kizgan bormi? Asta.
Bula, çakan bol. ishni qara. Astarak. Kaori, sen ben itaatmenci mi? Lüngüne gel. Kaori. Esta. Kyonun alış yotamda. Ne oldu? Choy ishkizadigan kuni qerishqandek yomg'ir yog'ib ketdi. Qiz tarafning elchisi Taka kentining boshlig'i Mikosho Imin ayoli Aginni elib Yichiro'larninkiga keldi. Yigit tarafdan keladigan elchining xonimi to'yliqni so'mkisidan elib sizning oldingizga qo'ydi. Uqdim. Andin oddiy ta'zim qilib, bu to'chi kiyilarning to'yliqi uningga abadiy odadarchilik qilgaysizlar deydi. Ko'p rahmat. Men qabul qildim. Kechirgaylar. Mundaq chaqda o'rningizdan qopishni hargiz unutib qolmang. Bo'ladi. Oxirini o'zingiz bilasiz-ku. Ha. Vay. Ula acep kechikib qoldi. Yomg'irda kep bulamayotganda haqcha. Xudoning ko'zi vojimo. Kaori axloqliq yaxshi qiz o'g'ashqa bugungi kunni qutlab yomg'ir yog'dirdi. Shu tariqada 1 soat o'tdi. Albuki Saharodan keladigan odamlarning qorisi ko'rinmadi. Nima shu o'qamdi? Yo'lda hobis buzilib qoldi bu o'g'ay. Undaq bo'lsa telefon beradi. Shuni deyman. Kaoriga ishmarib qiladi. Chunki sen uningga bak amroqda. Amroq bo'lmaganda-mo, undaq qis bo'lmaydi-da. Sen bu to'yni bo'sa qilmaydigan bo'lib qolg'iti da'vatsan, o deyman, ha? Sen Kaorini burunda yaxshi ko'rsan emasmi? Nima gaplarni qildi ekansiz? Uni og'im yo'q deb baqaqini. Bundaq chaqchaqlarni hargiz qilmang, xo'jdar. Bu chaqchaq emas. Kaoriga o Lopezga tegib jafo tortgandan ko'ra, bizning oramizda birasiga tegib arab xudo o'tsa, shu yaxshi etdi. Buningda yer uchi jamoatimi kechilib ketmaydi. Bundaq bo'lganda, sen uningga toza loyiqding-da. Meningcha xo'jayiningmi mashina xiyol bormikin deyman. Yo'qlar xiyollan qildi ekansiz. Risiko xonim. Nega mordingiz? Azroq ishim batdi. Hey! Ular keldi. Emaskan. Oyoq ketdi. Kalma. Voy ja. Qo'sqinlar oshqanda, men sizlarga bir narsa qilib beray. Yo'q, bo'ldi. Undaq desangiz qandoq bo'ladi? Sen to'la gap qilma. Ber ishini qil. Aka, to'la chechilmasangizchi, bugun xo'shallik kun tursa. Xo'shallik kun? Nima deb kelmaydi ular? Biz saqlayotqali 2 soat bo'ldi. Bira ish chiqib qolgandi. Ya yo'lda birasining qo'sig'i og'rib qolgandi. Choy kuni qo'sig'i og'rib qolsa, qamlishamdi. Deb baqqana. Ya boshqa yer og'rib qolgandi. Ele qo'sig'i og'rib qoldimi demedingmi? Men misolan da'vatiman. Kaori. Yana birdam saqlayli, ha? Ma'qul. Xo'jayin, keldi. Oxiri kapti-da. Biroq, Ne bo'ldi? u ishning boshlig'i Omazi Kohiro yolg'iz kelayotganda qiladi.
Joy ishkizadigan kuni Bandoki Obila hamma tayyorlikni taq qilib Toji Kilaning yo'liga qaradi. Holbuki Toji Kila kelmadi. 2 soat o'tgandan keyin bo'lsa Toji Kilaning vositachisi Omasi Kohiro Yericholarninkiga o'zi kirib keldi. Aldığım gündeki işqa köp rəhmət. Yo'qsa. Japa çektiler. Ben Taka kentining boshlig'i Miko Shoimin. Men Sahara'dan ismim Omasi Kohiro. Biz bek uzun saqlab ketdik. Bir ish bo'ldimi nima? İşini o'zinglar chiqiribsizlar. Nima deganlari u? Men bugun yana Toji Kiyolarga vakolatan keldim. Vakolatan? Siz ulanı bugün kemmeydi o demekçi bu. Ha, shundoq. Bu çaq yapma o qandaq. Biz ətigəndə sizlərin yolunlarına qarab oturmazsak. Aldırma. Çaylık söz dişeyli. Toji Kiyolar sizlar ikki oilaning chini amaldan qoldirmoqchi. Qandaq gap bu? Shundaq mı gap olamdı? Aka, o'zingizni besivering. Nima deb besivagı dekme? Adamni ahmaq asib olamdı. Siz bundaq deysiniz, bu to'yning ishi uzil-kesil tugaydi. Qandaq gap o? Yolsuzluqni uloqiga dursa. Undaq bo'lishini atayin. Siz to'xtab turing. Avval kelmaslikning sababini deb baqsin. Qolgan gapni ondan deyishayli, ha? Sizlar hech qandaq ishni bayqamagan o'xshamamsizlar. Hech qandaq ishni? Yo'q. Bu yerda hech qandaq ish yo'q. Yerichu zavodining kasbiga doir ishlar demoqchimisizlar? Yo'q, uni demadim. Resikoning ishini demba, yo sizlar Resikoning? Kaorining otisining-chi? Uningga nima ish bo'lgan? Boshqa ish bo'lmagan. Qoida bo'yicha otisi baldorak talaliq bo'ladi emasmi? Shunga da'vatman. O hech qancha ish emas. O'tirda hali aralashgan bir ish bormi qandaq? Bu ailemizning inovatiga taqdiga ish tursa. Shuni men boya bir ishni bayqidinglarmi deb so'rganim. Men dedim-ku, yo'q gap o. Qandaq Kaori xonim. Siz dadangizning bir ishni yo'shiryotamsiz qandaq? Siz zodi nima demoqchi? Kaorining otisining ishini demoqchimisiz? Yo'q, u turaverdi. Mening da'vatqinim xonimning o'zining ishi. Kaorining ko'ngli dakki-dukki bo'lishga boshladi. Uning da'vatqini cho'qim so'kichi bilan ikkisining o'rtasidagi ish. Kaori, sen mendan bir ishni yushirganmi qandaq? Yo'q. Rasma? Kohiro efendi. Gapni sen loyiqdiroq qilingchimi? Kaori mening eng amroq qizim. Men sizlarning uning keyindan so'z yo'cha qilishinglarga hargiz yo'l qo'ymayman. Toji Kila bu to'yni qilmaymiz desimi mayli, ammo Kaorining diliga azor berishga qat'iy yo'l qo'yilmaydi. Odamning aqli ayron qog'idek ishlarga bu. O'tirdi bir o'xshamaslik bormi qandaq? Bu ishlarni aniqlaymiz desak, boshqalar chiqib tursin. Hamma chiqib tur. Ma'qul. Bo'lsa Kaori xonim chiqib tursin. Bu Kaorining o'zini ish tursa, u chiqib ketsa qanday bo'ladi? Kaori xonim ba'zi qamlashmagan ishlarni qilib sapdi. Ay, gapni agitmay u chiqildingmi? Kaori boshqa yerdan bir yigit tepibdimi ya, ha? Darvaqa shundoq. Ha? Aslida mundaq ishda. Kohiro efendim, gapni sal qaroqroq qilsizlar. Gapni sizlar qarab qilinglar. Bo'ldi. Kaori xonim o'zi deb baqsin. O nimin deb baqidi? Siz uning yigiti bor ekan dedingiz. Qani, isbotingizni chiqarmamsiz? Bizga xabar berganlar bor. Depiqma. Kim u? Uni deb nima qilamiz? Demasak, haqni qanday oydinlashtirg'ili bo'ladi? Sizlarga nima deb xabar berdi? Kaori xonim ishchilaringlar bilan ish-bash tortishib yuribdi-ku. Bu butunlay batnom. Menimcha Kaori hargiz unda qildigan bola emas. Hargiz. Bu gap siz uning yolg'on yovdoq gaplariga ishindikansizda. Men biz taraf xabar bergan odamning ismini bildirgan tursam. Kaori, siz shunday ish qilganmi? Yo'q.
O'zingizning poklig'ingizga va'da qila olamsiz? Albatta. Bo'ladi. Undaq bo'lsa, Ohama Kisokini biyaga chaqiringlar. Ohama Kisoki? Begim, meni chaqirganmidlar. Zavodga berib, Kisokini tep kel. Onunga begimning jiddiy ishi bor ekanda. Xo'p. Çopçon adamlar mı? Neredeki tayini yok ketlerini tepip. İşini bozadikken. Qandaq degan gap bu. Meyko atadim. Ha? Kisoki hali tuzuk narsidi. Har kuni kech kursiga o'qib berayotgandi. Uni ko'rsangiz bilasiz. Ha. Meningcha, u undaq qilmaydi. Uqdim. Sizmi bundaq o'ylasangiz ish chataq bo'ladi, chunmi? To'la gap qilmang. Siz bu ishni uqmaysiz. Kyobi, menimcha hozir eng muhim ish Kaorining pokligini isbotlash. Durust, to'yni bekor qilib bo'lmadi emasmi? Keyin har ikki tarafga adovatmi bo'lib qolmasin. Bu ishni ma'qul qo'yutinglar bo'ldi. Meyko efendim, yomon yeri siz bu yoqning tuqqunida. Xudo turibdi, men haqqani ish qilaman. Men bu to'chikilarga vakolatan keldim. Shunga ish adil bo'lmasa, men murassa qilmayman. U shundaq. Mening demoqchi bo'lganim, Kaorining ishi aniqlangandan keyin bugungi ishlarni bo'lmaganga chiqarib etib, toy kunini mashada o'ltirib qaytib bekitsak qandaq bo'lamdi? Bu yerda bekitkili bo'lmasmiki? Yana kelib, to'chikilarning elchisi Sakashima efendi noylik parlamentning a'zosi Ubek Aldirash. Buni ozdab, bugun sizlar to'yni bekor qildigan o'yinni o'ynab qo'ydinglar. Bu o'yinni biz o'ynamadik. Sizlar o'ynayapsizlar. Sabab sizlarda. Bo'ldi. Sizlar talashmanglar. Tipanglar bo'lsa, nima deymizlar? Kaorining odamning ish qiladigan bu so'rindan shunchalik ketgisi keldi. Ammo uningga bu yerdan ketsa sotlanishdan o'zini qochirgan degan jinoyat oldirildiganligi aniq edi. Ammo meni Kisoki bilan munosabati bor edi. Bu gapni endi og'dirib aytganda bo'lmaydi. Bu yo'qolan xabarni yetkazishni kim bilolgan bu edi? Xo'jayin, kirsam bo'lamdi? Ha. Kisokina keldim. Hamg'aysiz. Xo'jayin, bu bir nima, bir sharmanda ish qilib qo'ydimi qandaq, ha? Bo'ldi, sakat. Zavod qaytsang bo'ladi. Hey, nima tursa bu qidak? Mavladan tish qamalliq so'ramamsa? Meni aytam Ohama Kisoki. Men bugun oyada o'tir. bo'ladi. Seni bu yerga nima ish chaqirtganligimizni bilamsan? Bilmayman. Durust, sen albatta bilmaysan-da, ha? Bilmaydigan ish yo'q. Sening ishing pash bo'lib qolib Kisoki, menga rost gapni degina. Sen Kaorining to'yiga qanday qaraysan? Sen uni chin yuragingdan tabriklamsan qanday? Ha? Gap qilar. Meni javob bergim yo'q. Nemishqa? Chunki men yolg'on gap qilishni yomon ko'raman. Ne bilan davatsa Kisoki? Sen Kaorini yaxshi ko'rsan, shundaqmi? Shundaq. Bu batida davatgan gapini qara. Kaori, men faqat chidimadim. Rost gapni daviray. Ha? Sen yigit va qizga qana so'rab yurtgansan-da. Qana so'ragan gap emas, har ikki taraf qo'shilgan ish. Begim, sizlardan o'tinib qolay. Kaorini menga basla. Nima? Men Kaori bilan ilib tegishadigan bo'lib va'dalashgan. Shunga kech kursiga borganda bana qilib, uni bilan doim uchrashib turatdim. Yolg'on gap qilmang. Kaori, siz menda yuz o'rmoqchimi? Siz tush ko'ryapsizmi nima? Biz menga ayrilmaymiz deb qasam ishmidikmi? Yo'q, gapni qilmang. Begim, men Kaorini chin ko'nglimdan yaxshi ko'raman. O'lsammi bu niyatimda yonmayman.
Bu puku yediğin ağzını sürmedi ben. Begim. Ben seni herkes keçirmeymen. Aka, bo'ldi qiling. Meni qo'yma. Urma, Begim. Meni qo'yib et ola. Meni qo'yib et ola. Meni qo'yib et ola. Kauri. Meni qo'yib et ola. Aka. Seni. Qaraganda bizning ishimiz aydınlaştı bu ağay. O'zingizni bisivering. O'zingizni bisivering. Doktor efendim, bu Begim. Begim, o'zingizni bisivering. esimizde bolsun. Bu iş bununluk bilan tugmaydi. Begim. nimish bo'lganligini Kaorimi anqiramay qoldi. U faqat Saharaga to'y qiladigan ishim tugashdi degan narsani xayoliga keltirdi. Dal shu chaqda Sokishina chiroyi uning ko'z oldidan qilpol o'tgandek bo'ldi. Kiyobi, bu zada qanday gap? Uxmadim deb o'tirsangiz qanday bo'ladi? Tağa, dada, men hech qanday ish qilmadim. Siz uni yolg'on gap qildi demoqchimi? Kisoki deydigani dedi-ku. Uning gapining hammasi yolg'on. Yolg'on bo'lsa bu gaplar Saharada nima ish qiladi? Sizlar menga ishoninglar. Aldırman Kaori. Şamal çıkmasa daraxt bekallanışmaydı-da. Ammo Bu shundaqmi sat ish bo'lamdi. Menga o'xshash bir siyosiyning nima yuzi qoldi? Qaq. Masxara qilmamdi meni. Aka, bu tunji ish emas. Siz balalarni qanday tarbiyalagansiz? Sizlar ketib turinglar. Men birdam yolg'iz qolay. Nima deganingiz bu? Bizni elchi bo'lib beringlar deb bir muncha avor qildingiz. Endi o'g'anda yuzimizni tushaganni oz deb ketib turinglar deyapsiz. Nima deganingiz bu? Siz bizni ahmoq qilmoqchimi yo bu Xapamanglar. Men oldinglarda nima qil bilay. Kechiringlar. Biz qaytib turaylikmi? bo'ladi. Kaori, men sizga deb qo'yay. Bugundan boshlab sizning meningdek yezdingiz yo'q. Ogindek hammingizni yo'q. Bundan keyin hammamiz o'z yo'limizga mayli. sizlardan o'tinib qolay. Bu ishni o'taroq aniqlab beqinglar. Menda gunoh yo'q. Bu o'yning qizlariga ishonchsiz. Siz o'zingizni gunoh yo'q degan odam isbot ko'rsatsangiz bo'ladi-da. Dada. Dada. Men rost undaq ish qilmadim. Menda gunoh yo'q. Menga bo'hton chaplayotdi. Dada. Siz yana bir qitim o'taroq aniqlab Kaori dadasiga nima deb tushuntirishni bilolmay qattiq azoblandi. Dada. Bo'ldi qil. Aniqlasam. Hamma ish oydinlashadi. Dada. Bu senmi? Gunohsiz ekanligingni isbotla. Kaori nurg'un qama qatirdi. Roshanki Doj Keyina xabar yetkazgan ish bilan
Kiyisokining ko'rsatgan o'yini bilanliq ish edi. O'xama Kiyisoki asli Risikoni yaxshi ko'radi. Uning ostidan Kaoriga qanot so'rab yurishi mumkinmi? Bu bir bema'ni ishda. Kaori mana endi tushundi. Bu o'yinga asli Risiko rejissorlik qilganda. Risiko, sizni avar qildigan bo'ldim. Hech qisi yo'q. Kirivedim endi. O'tiring. Vakayama Jangyu Sautida yana jidal chiqibdi-da. Mening ishimdan bir muncha chataq chiqdi. Nima ish bo'ldi? Sautdagi Kiyisoki dadamdan tayoq yedi. Chay ishimi bekach bo'ldi. Shundaqmi? Saharadan kelgan odamning deyishicha. Onunga birisi xabar yetkazibdi. Kiyisoki texmen bilan. Buni demasam siz bilasiz. Buning hammasi sizning qilgan ishingizga deyman. Durus, mening qilgan ishim. Risiko, siz nimishqa bundaq qilasiz? Hammasi menga xafa bo'lib ketdi. Dadam menga qarmayotdi. Men bundan keyin qanday qilaman? Siz menga xafa bo'lamsiz? Xafa bo'laman. Siz asli menga rahmat aytsangiz bo'ladi. Rahmat aytsangiz? Ha, sizga men yordam qildim. Sizning nima davatganligingizni uqmadim. Nima deb uqmaysiz? Sizning yaxshi ko'radigan odamingiz Sokochi. Shunga sizning Saharaga to'y qilgingiz yo'q, shundaqku. Bu gaplarni endi qilganing nima foydasi? Ha, mundaqdan. Siz dadamning orzusiga bo'ysunib, o'zingiz yaxshi ko'rmaydigan odam bilan umr bo'yi birga o'taman deb o'ylayotgansizda, men sizni xato tushunib qoptiman. Ammo mening Sokochi bilan birga o'tishim mumkin emas. Nemishqa? O'zingiz xohlasangizlar uning bilan birga qochib ketsangiz bo'lmadimi? Sokochi ularning oilasining to'riki, u oilasidagilarni boqmasa bo'lmaydi. Yana kelib necha kemichining turmushimi shuningga qarashliq. U men bilan qochib ketsa qanday bo'ladi? Siz ishni doim tavsiyaga olib taqaysiz. Men sizga o'xshamayman. Undaq siz yangi zamonga xos ayol bo'lanmag'idaysiz. Yangi zamonga xos ayol sizdek bo'lamda. Sizga o'xshash qoidaga sig'maydigan ishlarni qilamdi. Qoidaga sig'maydigan, haqqi yo'qlan gaplarni yetkazsangiz, buni ozdab haqni o'zingizning qamlashmagan sanamiga dasatsangiz, mushumi qoidaga sig'adigan ishmi? Shunda qilgan bo'lishim mumkin. Bu qatmal qo'rqinchli odamlar uchun haqiqatan qoidaga sig'maydigan ish. Ammo mundaq ko'ngilsiz to'yni to'sish uchun mushunda qilmay bo'lmaydi. Men qarang Kaori, bu ishni ikkimizli bilib qolaylik. Agar boshqalarga deplik qo'ysangiz, Saharaga yana boqiningiz borgan. Cho'nglarga obro'y kerak. Ular sizni uningga majburiy chatadi. Kaori, men sizga yana bir deb qo'yay. Sizni men qutqizib qoldim. Shu narsa esingizda bo'lsin. Sokochini haqiqatan yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, hargiz umidingizni uzmang. Muhabbatning guli faqat chidamliq shaxtada ichiladigan narsa. Elamatiga hech nima qilmabdi. Onun nomusini bilmaydigan. Xo'jayinning qiziga shu gapni qilamsa, burungi zamon bo'ldigan bo'lsa, sen qalva o'zingni alli burun daryoda ko'ratdim. Bak. Parangi chiqib yerni ketib ol. Kisiko Bekishchan qaytib Jangyu Sautiga borsa iliverdi. Qizlarni ko'zdan turmaydigan qo'yga diqqat qilchimi? Ha? Durust. Men rost gapni da'vatman. Hay. Mavo. Qilib qolgan shaqqing. Rahmat. Endi hargiz kagichi bo'lma. Bo'ladi. Kiyisoki. Sen Kaori bilan nerede ko'rishding? Hay, nerede taynoqdan so'raydi ekan? Tozi bir Digina. Bu ishning sizga aloqasi yo'q. Oy, nim deding? Agar siz mushishni deb Kaorini bo'lsak etadigan bo'lsangiz, mendan qutulolmaysiz, uqdingizmi? Sen niyetingdan texyanmabsan-da. to'g'ri, chiqinglar, bo'sh kelmanglar, ha? Qani, poqlaydigan saningda ketdi. Sizlarga ovarchiq teppadim. Kisoki, Nima? bu ishni sana kim qildi dedi?
Gepiniz uqmadım. Bu işni sana kim qilg'izdi? Men bilmayman. Qusirlik qilma. Men bilaman. Xayr, xo'sh. Kisoki. Mega keling. Qani, Keyningizda biras yo'qdi. xotirjam bo'ling. Beshingiz og'riyotamdi. Sizni tayoqqa qo'ydim. Hech qisi yo'q. Hammasi xenim uchun. Men mal 200 qo'y pul yo'lda xashlarsiz. Ilang. Andaqda rahmat. Bu o'zlikni ilib ilang. Beshingizga kun tushganda setib xashlarsiz. Ilang. Bu bundaq qilsangiz qandaq bo'ladi? Bo'ldi. Tuzatqinman. Andaq bo'lsa, alay. Tirishib o'gining. Ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Bo'ladi. Men cho'qim harbiy maktabda o'qib, ofitser bo'laman. Ma'qulamsa. Ay, xenim. Keynimda mamam. Qaq ko'rib qoladi. Kaori. Rost ashunda qizmidi. Sizlar yana bir o'ylab baqsizlar. Men Kaoriga 100% ishonaman. O butunlay to'kmatdi. Kisoki hammani ixro qildi. Bu ularning o'ynayotgan o'yini. O'yini? Bu to'yni buzish uchun qo'llangan bir vosita. Kisokimo buni haqni gapga kirib qilgan. Uni Kaori qildiganmidi? Yo'q, Kaori emas. Kim emsa? Sahariqlarning ishlatgan elismi ya u? Buni hiyla degil bo'lmaydi. Andaqda kim emsa? Sen zodi nima demoqchi? Begim. Menimcha bu Risiko o'xinimdan qo'ygan qiltig'i. Nima? Men ortiq gap qilib qo'ygan bo'lishim mumkin. Navoda xato gap qilib qo'ygan bo'lsam, men ruxsat berasizlar. Men bu yerdan ketay. Isboting bormi? Bu mening xiyolim. Men Risiko o'xinimdan parqasidan qishida Kisoki bilan birimlar deyishotganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Qachon qish bu? Shundan avvalgi ish. Nima deyishotganligini olmadim. Risiko o'xinim bir ishni topladi bo'g'ay. Kisoki 5 yildan ishtib birimlar dedi. Ammo Risiko Kaorining to'yini nima deb buza? Buni men muhmudim. Begim. Menimcha bo'lsa, bu ishni bek cho'ng aytmasizlar. Qarasam Kaoriga bek o'lg'andek turdi. Şunu bunu dep qo'yib qarshilab kirishim. Kaori ko'nglining cho'nqir yeridagi ziddiyatni endi his qilishga boshlagan edi. U o'zi xohlamaydigan turg'uluq Saharaga to'y qilishga ma'qul bo'ldi. Ammo yana o'zi uchun bu to'yni bekor qilgan Risikoga qattiq ochig'i keldi. Bu nima degan chigis ziddiyat? U Risiko aytgandek rostli qotmal qo'rqinchoq qizmadi. Hozir to'y qilsanglarmi? Ulgura olasizlar. Biz to'y qildik, ish qilmadik. Kaori, sencho? Men qilmadim. Sizlar o'tgandan mushunda qilib o'tib ketmoqchimi? Nima deydigansiz dada? Saharaga xabarni sen berganmi? Men emas. Ondaqda Kaorimi? Men emas. Cho'qim ikkidan birini yolg'a aytibsiz. Rost gapni qilishmaydigan bo'lsam, o'yga solab qo'yib, tamoqmi bermayman. Bizni jinoyatchiga o'xshatib qoldingizmi nima? Dadisi sizni qilgandan keyin jinoyat bo'lmaydimi? Andaq yeri bo'lsa, jinoyatni men ustimga olay. Kaorini ayblamang. Aslida
bu ishni sen qilgan ekansan-da. Men hech qanday yomon ish qilmadim. Kisokini nima ish qilib yurding? Kim shundoq deydi? Men shunchalik ishni o'qimamdimi? Kaori siz dedingizmi? Men demedim. Resiko. Sen Kaoriga nima ish qilsan? Nima? Men Kaoriga nima deb o'zlik qilganman? Amsi nima ish qilgan Kaorining keyini buzsa? Men u ishni Kaorin yaxshi bo'lsin deb qildim. Davatgan gapini. Texi. Buni oz deb bizga qo'di bo'ladigan haq. Kaorining pokligidan gumonlanib, uni boshqa erlar bilan chatig'i bor ekan deb oqida tilyotdi. Bilamsan shuni? Qiz bola deganga bundan ortiq nima qiladi? Dada. Men birsini yaxshi ko'ratdim. Nima deding? Men burunla birsini yaxshi ko'ratdim. Kisokin davtamsa? U emas, Kaori bo'ldi qiling. Mundaq yoshirib yuraversam, boshqalarga yuz kelamigidekman. Kim u? İsmi nima? Onun ismi Yoshitaki Sokichi. Yoshitaki Sokichi? Togavada beliqchilik qiladi. Rasmimni setib olgan odam shu. Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, ostidagi "Saykan" degan xatni besib qo'ying.